Endi savol. Alloh duo qil deyapti. Men ijobat qilaman deyapti. Duo qilyapmiz, ijobat bo'lmayapti-yu. Abkelada shayton shunaqa hayolda. Shuncha yildan beri so'rayapsan, bermayapti-yu deydi. Tushkunlikka tushiradi. Seni duoing ijobat bo'lishi birodar bir qancha narsalar kerak. Seni duoing haqiqiy bo'lsin. Mustor bo'lib qil. Ixlos bo'lsin. Chin iymon bilan bo'lsin. Ijobat bo'lishini kutaver. Chunki Imom Ahmad keltirgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha hayyun karimun." Albatta Alloh hayoli, karim zot. Ya'ni hayosi bor Allohning va saxovatli zot. Yastahi min abdihi, bandasidan uyaladi. Iza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifron. Bandasidan uyaladi. Ikkala qo'lini ko'tarib Parvardigorga hojatini aytib, "Ey Rob" desa, u ikkala qo'lini quruq qaytargani hayo qiladi, deyapti Alloh. Sodiqul masduq bo'lgan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Alloh sendan uyaladi banda" deyapti, quruq qaytargani. Faqat shoshib ketma. Sen duo qilaver, mustor bo'lib shoshilma. Rasululloh aytadilar: "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Sizlarda duolar ijobat bo'ladi, shoshilmanglar faqat. Shoshilmasanglar duolar ijobat bo'ladi. Qanday qilib shoshiladi yo Rasululloh deganda aytdilar: "Da'utu falam yustajab li." Bir odam duo qiladi-da, aytadiki, Allohga duo qildim, ijobat qilmadi deydi. Mana endi ijobat bo'lmaydi.